Akalar, assalomu alaykum. Anjansoy katta bozoridan mana olishni boshladik. Donasi $100 ekan akalar, mana shu kattalarimiz. Aka, nomeringizni aytib keting. 91lik 614 6004. Ismingiz nima? Otabek akaga aloqa etsin. Aka, bunaqa kaptardan ko'pmi? Bunaqa kaptardan ko'p ekan. Aloqa etib ko'rasizlar bemalol. Aka, bu nech puldan bu kaptarlarimiz? Akam, bunasini 2 million deyapman. Bunisini 2 million deyapti. Kattasi nar. Moda mana ishlayotgan. Bunisi na, moda. Bolasi. O bolasi. Bunisi-chi? Bu ham bolasimi? Buni 500 ming deyapman. Buni 500 ming deyapti. 1,5 million deyapman onasini. Onasini 1,5 million deyapti. O o'rtadagi. 800 ming deyapman. O chekadagi 800 ming ekan. Bo'lishini aytyapsan? Bo'lish aka. Bo'lishi. Nomeringizni qo'yib ketaymi? Yo'q, nomerimni qo'ymang aka. Ha. Ha, bo'ldi. Rahmat. Xo'p. Bu kaptarlar kimdan ekan? Ha, bo'ldi. Egasi. Bu-chi, sizdan emasmi? Aka, kimdan bu kaptarlar? Sizdanmi? Yo'q, mana. Sizdanmi aka? Nech puldan ekan? Monosini sotdik aka, buni monosini oldik. Mana shuni 50 mingga sotdingiz. Qolganichi aka, nech puldan qolgani? Ya, ol nech pul oqlaring, ey? Oqlar nech puldan? 300 ming aka, oldim. Jupimi? Donasi. Ha, Jupi 300 ming ekan mana shular. Tepadagilardan aytib bersa bo'laverami? Kim sizlardanmi aka? 50 ming donasi. 50 ming so'mdan mana tanlab olishi. Bularimiz-chi aka? Aka, bular kimdan bu? Aka, nech pul bular? 5-600 mingdan tanlab olish. Jupi 1 milliondan ekan mana. Shular. Aka, nomerlaringizni qo'yib ketaymi? Yana sotasizlarmi? Men sotib boraman ana, qolmaydi. Ha, bo'ldi. Keyingi bozorlar ham chiqsanglar deb anaqa. Aka, rahmat, sog' bo'linglar. Assalomu alaykum. Nech pul ekan aka? Bular? Yo'q. 10 ming 15 ming. 15 ming so'mdan. Tanlab olishi. Aka, nech pul ekan? 2 jup 1 million. 2 jupi 1 million so'm ekan. 500 mingdan ekanda jup, ha? Bo'lishini aytyapsizmi, ozgina kami ham bormi? Jichcha kami bor ekan. Bo'ldi, rahmat aka. Aka, nech puldan ekan? 300 ming, 200 ming tanlab olishga qadar pul aytiladi ekanda. 300 ming so'm, 200 ming so'mdan ekan. Donasini aytyapsizmi, jupi nima? Donasi, ha? Donasi. Aka, rahmat. Aka, videoga olsak bo'ladimi? Yo'q, ketyapti. Bo'ldi. Sizdanmi? Nech pul ekan? Tushmayapsiz aka? 500 ming. Jupi 500 ming so'mdan ekan. Pastdagilar-chi aka? Ular 100 mingdan kami bor. 100 ming so'mdan kami bor. Tanlab olishi. Ular 100 mingdan kami bor. Ulardan 50 mingdan kami. Ular 50 mingdan kami bor ekan. Bu novotlarchi? Qizil akkalar. Qizil akkalar. 150 ming kami bor. 150 ming so'm kami bor ekan jupini. Buchi? Ulardan 150 ming kami bor. 150 ming kami bor. Jupini aytyapsiz? Ha, jupini. Pastayani sotasizmi shunaqa kaptar? Nomeringizni qo'yib ketaymi? Qo'yib ketaver, odam ko'p telefon qiladi. Ha, bo'ldi, rahmat. Endalik bo'lmay qolsa ijara to'pdan. Bo'laveradi, xo'p aka, rahmat. Aka, nech puldan ekan? 30 minggacha ekanda, 30 minggacha bo'lgan tanlab olishi. Narigilar 100 ming. Ha, yo'q, bular, mana kataydi o'zini aytdi. Bu yoq ham sizdanmi? Nech pul ekan bu? Bu tushmaysizlar, pulini aytsanglar bo'ldi. Kaptarni olyapman xolos. Bular 100 mingdan. Kami ham bormi yo bo'lishimi? Yo'q, kami bor. Kami ham bor ekan, ozgina. Tepadagilar-chi? Tepadagilar 200 ming, 300 ming tanlab olishga qadar. 1 millionlik ham. 1 millionlik ham bor ekan ichida. Donasini aytyapsiz? Donasini aytilyapti mana. Ash pulni oladi aka. Tanlab olishga qadar puli hisoblanaveradi gapda. YouTube'ga qo'yaman. Pastayani sotasizmi shunaqa nomeringizni qo'yib ketaymi? Bo'ldi, rahmat.
Bola qo'ygandan keyin yuz beradi. Bo'ldi, bola qo'ygandan keyin yuz beradi. Kim? Sizlarmi? Nech pul ekan? 300 ming so'm ekan. Jupami? Siz istaying. To'g'a jupa 300 ming so'm ekan. Aka nech pul ekan? Har xil aka 200 ming, 300 ming, 500 ming. 200 ming 300 ming tanlab olishga qarab ekan-da. Tanlab olishga qarab 500 minggacha ekan. Ular ichida. Moda topolmadim bunga o'xshab. Anjanlar bor mana. Tushmalar bor. Oqanjan. Ha, bu. Pastayani so'zsiz nomeringizni qo'yib ketay. Qo'yib ketaymi? Aytavering. 90lik, 90lik 758, 758 06, 06 62. 62. Ismingiz nima edi? Rishotbek Jalaqudur mana. Kimlar bor? Dilshod Beyga aloqa etsizlar mana bu yoq ham. Bu yoq ham sizdan. Hozir bu yoqni ham ko'rsatamiz. Pastdan chiqaveraylik, nech puldan bular? Nech pul deysiz bularni? 200 ming, 150 ming yoshlar. 200 ming so'm, 150 ming so'm. Tanlab olishga qarab puli aytiladi ekanda. Bunisi-chi? Bu ham shu chillar mana. Chillar. Gulbadan 200 ming, 300 minggacha ekanda. Bular-chi? Ular 100 ming, 50 ming yoshlar. 100 ming, 50 ming. Tanlab olishga qarab. Hammasini jicha kamini qilib berasizlar, telefon qilasizlar. Aytilgan bu Sherzodbek 60-60. Aytilgan pullar Jalaqudulik Dilshod akaga aloqa qilsanglar mana. Har xilidan bor ekan. Tanlab olishlarga qarab pulini kelishtirib beradi. Aka rahmat. Aka nech pul ekan? Kapitallar pulini bilib ketaylik. Har xil pul. Yo'q, necha 100 mingdan necha 100 minggacha? 50 mingdan 100 minggacha to'g'ri. 50 mingdan 100 ming so'mgacha tanlab olishiga qarab pul aytiladi qolgani. Buchi aka? Bular 50 mingdan. Bular 50 ming so'mdan ekan mana. 50 ming so'mdan. Uzating endi. Pastayani sotasizmi? Ha, ba'zan aytdim endi uzating endi. Endi menga uzatishingiz kerakmi? Reklama qilaman sizga. Anaqa nomeringizni qo'yib ketaymi? Yo'q. Ha, bo'ldi. Rahmat aka, sog' bo'ling. Aka bular nech puldan ekan? O'pshi aytib qo'ying, nech puldan nech pulgacha? Oqlar, misol oqlar mana. 1,5 million so'm ekan oqlar. Hozir aka